Assalomu alaykum kanalimizning o'quvchilari. Bugungi navbatdagi 3 level 5 testini boshlaymiz. Xo'p, birinchi test tahlilini boshladik unda. Qudratda Navruz saylida sarflash uchun 50 ming so'm pul bor edi. U 12 ming so'm ovqat uchun va undan 2 marta ko'p pulni velosiped haydash uchun sarfladi. Unda sarflash uchun qancha pul qoldi? Dastlab, demak, birinchi galda u 12 ming so'm pulini to'liq sarfladi. Navbatdagi kelsa 12 mingdan 2 baravar ko'p pulini sarfladi. Demak, 12 mingni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, keyingi galda 24 ming so'm pulini sarfladi. U jami bo'lib dastlab 12 ming so'm sarfladi, undan keyingi gal esa 24 ming so'm pul sarfladi. Jami esa 36 ming so'm pulini sarfladi. Unda sarflash uchun qancha pul qoldi deb so'rayapti. Demak, jami pulidan 50 ming so'm pulidan sarflagan pulini ayirib yuboradigan bo'lsak, bizda sarflash uchun kerak bo'ladigan puli kelib chiqadi. Bu 14 ming so'm ekan. Demak, dastlab 50 ming so'm, qoldi 14 ming so'm. Birinchi savolimizga javob albatta B. Hop, ikkinchi savol tahlilini boshlaymiz. Agar fevral oyining 13-sanasi juma kuniga to'g'ri kelsa, u holda 1-fevral haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi? Dastlab yozib olamiz. 13-fevral sanasi da haftaning juma kuni bo'lgan. Biz ortga qarab ketamiz. Ya'ni 12-fevral, 11-fevral, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 va 1. Aynan bizga 1-fevral qiziq. Xo'p, juma kunidan boshlab hafta kunlarini ortga qarab sanab boramiz. Demak, payshanba, chorshanba, seshanba, dushanba, yakshanba, shanba, juma. Payshanba, chorshanba, seshanba, dushanba va yakshanba. Bizda 1-fevral yakshanba kuniga to'g'ri kelar ekan. Javobimiz 1-fevral yakshanba A javob bo'lar ekan. Demak, 3-masalani ishlashni boshlaymiz. Jumaniyoz do'kondan 1 sumka behi sotib oldi. U behilarning yarmini Xursandga berdi. Keyin u 3 ta behini Nursultonga berdi. O'zida 4 ta olma saqladi. Jumaniyoz nechta behi sotib olgan? Keling, buni biroz noodatiyroq usulda ishlab ko'ramiz. Demak, bizda jami Jumaniyozdan do'kondan olgan olmalari mana shu to'rtburchak bo'lsin. Dastlab yarmini teng yarmini Xursandga berdi. Demak, Xursandga berdi. Endi 3 tasini Nursultonga berdi. Qarang, qolgan yarmidan 3 tasini Nursultonga berdi, 4 tasi esa o'zida qoldi. Bu 7 dona esa uning yarmiga to'g'ri keladigan son. Qolgan yarmi ham 7 dona ekanligidan dastlab Jumaniyozda 14 dona borligi kelib chiqadi. Buni tenglamalar orqali ham ishlasa bo'ladi. Bizda 5-sinf darajasi bo'lgani uchun biroz yengilroq yo'lini ko'rdik. Demak, navbatdagi savolda ijroga o'tamiz. 30 litr bo'yoqning 25% qizil bo'yoq. Demak, jami hisobda bizda 30 litr bor. 30 litr. Xo'p, keling buni shunchaki tasvirlab olsak. Ana endi 30 litr bo'yog'imizda 25%. 25% bizda 4 dan 1 qismi bo'ladi. Aniqroq tasvirlaydigan bo'lsak. O'zi bu shart ham emas ekan. Keling, bunaqa. 25% ni mana bu belgi bilan olsam. Demak, 25% bizda qizil bo'yoq. 30% esa sariq bo'yoq. Mana shuncha qismini 30% deb oladigan bo'lsak, bizda bu sariq bo'yoq bo'ladi. Sariq bo'yoq. Va qolgan
foizini bizda suv tashkil etar ekan. Ana endi bizda dastlab 30 litr bo'yoqning 30% topish masalasi turibdi. Buni topish uchun 30 ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 9 litr sariq bo'yoq bo'lgan. Ya'ni 30 litr aralashmadan 9 litri sariq bo'yoq bo'lgan. Qolgan 21 litri esa qizil va suv bo'lgan. Bizga bu aralashmaga yana 5 litr suv qo'shilganligi aytilyapti. Ya'ni 30 litrli aralashmaga 5 litr aynan sariq rangli bo'yoq qo'shilgan bo'lsa, uning tarkibida suv ham, qizil suv ham yo'q. Xo'p, endi bunda 35 litr hosil bo'ladi. Ana endi e'tibor bering. 35 litrli yangi aralashmani agar siz 100% deb oladigan bo'lsangiz, mana bu 21 litrli suv bilan qizil bo'yoq uning necha foizini tashkil etishini proporsiya orqali topib olamiz. Xo'p, buni topadigan bo'lsak, 35 ni ko'paytiramiz x ga, 21 ni ko'paytiramiz 100 ga. X topadigan bo'lsak, bizda 60% ni tashkil etadi. Ana endi bizda yangi 35% li aralashmada keling, mana 35 litrli aralashmada to'liq holda 60% mana bu qizil bo'yoq bilan suv edi. Bular o'zgarmadi. Qolgan 40% esa sariq bo'yoqning ulushi bo'ldi. Bizda 40% degan javob C javobda bor. Mana e'tibor bering. Xo'p, oxirgi 5-misolimizga o'tamiz. Ixtiyoriy n natural son uchun n ning barcha natural bo'luvchilari yig'indisi Sn orqali belgilanadi. Xo'p, bizda misol S6 deyilyapti. 6 ning bo'luvchilari 1, 2, 3, 6 bo'lgani uchun S6 o'sha sonlarni to'liq qo'shib berar ekan va natijasi 12 chiqar ekan. Bizga savol berilyapti. S11 ning qiymatini toping. Dastlab ichki qismdagi mana bu S11 ni hisoblab olsak. Demak, S11 qanaqa hisoblanadi? Pastdan 11 ning bo'luvchilarini yozib olamiz. 11 ni xo'p, bo'luvchilari. Bu 1 bilan 11 ni o'zi. Demak, S11 esa o'shalarning yig'indisini hisoblab beradi. Bu 12 ga teng. Endi savolimizda S mana bu joyga topilgan 12 ni qo'yiladigan bo'lsa, bu savol ma'nosi o'zgaradi. Endi 12 ning bo'luvchilarini topib berdi. Xo'p, 12 ni bo'luvchilarini yozadigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 6 va 12. S12 formula esa, mana bu S12 formula. Endi bularning yig'indisini topib beradi. 1, 2, 3, 4, 6 va 12. Mana bu yig'indini topadigan bo'lsak, hop, bizda 28 soni hosil bo'lar ekan. 28 javob bizda D javobda. E'tiboringiz uchun rahmat.